Ya'ni bularni hech qanaqangi bir so'm pul berib yoki skidka qilib gapirib turayotganimiz yo'q, boricha gapiryaptilar. Qabulimizga 1 yil oldin Behzodjon ukamiz keluvdilar. Bularda asosiy o'sha shikoyat bo'yindagi tremer edi. Hozir videosini qo'yaman, ko'rasizlar. Ya'ni bularga botulinum terapiya muolajasini qildik. Botulinum terapiya muolajasi o'zi asosiysi o'sha migren kasalligida, DTPni spastik formalarida, boyagi krivosheyalarda qilinadi. Bu to'g'ri kasallikni davolab qo'ymaydi, но kasallikni simptomini хотя бы bartaraf qilishga qaratilgan davo muolajalari hisoblanadi, ya'ni simptomatik lecheniya hisoblanadi. Behzodjon o'sha paytda qabulimga kelgunizcha nechta doktorlarga uchrashib lecheniya olib ko'ruvdingiz? Buyoqqa kelgunimcha ancha doktorlarga borganman, ko'ringanman, lecheniyalarni qilganman. Lekin foydasini sezganman vaqtinchalik. Qancha misol uchun eng uzoq cho'zilgani lecheniyasini foydasi? 15 kun, 1 oy, 1,5 oy shunaqa bo'lardi. Yana qaytalanardi. Hozirgi kunda mana lecheniya olib ketganimga 1 yildan oshdi deyapsiz, qabulimga kelib ketganingizga. Shu 1 yil ichida qanchalik siz o'zingizni his qildingiz va qanchalik yaxshi yurdingiz? Shu bosh og'riqlar bo'lmadi, bosh qimirlash bo'lmadi. O'zimni yaxshi his qilib, yengil yurdim. Tushunarli. Ya'ni botulinum terapiya agar to'g'ri qilinsa, muolaja effekt beradi. Bu yerda endi asosiysi tashxis qo'yish va to'g'ri inyeksiya bajarish hisoblanadi. O'ziga o'xshab qiynalib yurgan insonlarga misol uchun kelishni tavsiya berasizmi yoki yo'qmi? Tavsiya beraman, kelishsin, qiynalib yurishmasin, mana qilib. Men o'zim yaxshi bo'ldim, Xudoga shukr.